Assalomu alaykum, SCP Cargo'ga xush kelibsiz. Keling, bugun SCP Cargo'dan ro'yxatdan o'tish jarayonini ko'rib chiqamiz. SCP Cargo'da 3 ta rol bor. Birinchi rol грузоперевозчик, грузовладелец va ekspeditor. Грузоперевозчикka bu fura va yuk mashinalari bor. Muayyan bir kompaniya ostida ro'yxatdan o'tishi mumkin va shaxsiy haydovchilar kompaniyasiz ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Keling, birinchi грузоперевозчик orqali registratsiya jarayonini ko'rib chiqamiz. Для перевозчиков ma'lum bir kompaniya nomi ostida ma'lum bir haydovchilar faoliyat ko'rsatsa, ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Bu jarayon qanday kechadi? Agar siz yangi kompaniya bo'lsangiz, hali SCP Cargo'dan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, kompaniyangiz nomini yozib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Adres majburiy emas, telefon ham majburiy emas. Xohlasangiz kiritishingiz mumkin. Shartlarni tekshirib, ko'rib chiqib Agar sizning kompaniyangiz oldin SCP Cargo'dan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, siz SCP ID sini aniqlagan holatda o'sha kompaniyaga qo'shilishingiz mumkin. Ma'lumotlar avtomatik tarzda keladi va qabul qilishni bosib, darhol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.